Obunachilarimiz bugun 15-may Gyo't kuni o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Va esa shuni aytib o'tamizki, bizni Instagram tarmoqlarimizdagi obunachilarimiz do'konimizga kelishadi. Bizga sumka tanlab bering. Adnatoniy bo'lsin, yaltiroq bo'lmasin degan opa-singillarimiz uchun ajoyib modelda yana tanishtirib qaytadan o'taman. O'zim shaxsan ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, Zara firmasiga tegishli bo'lgan ana shunaqa sumkalarni taklif qilamiz. Ko'plab mijozlarimiz olishdi. Nimaga buni taklif qilayotganimiz sababi bularda bilasiz, ikkitadan rimsho guli bo'ladi va esa hamma rangidan bor. Ushbu modellarimizda hamma rangidan bor. Hozirda yana aytib o'tayapman, hozir ko'plab mijozlarimiz bardoviy olishyapti va oq olishyapti. Va esa yoshi sal kattaroq opa-singillarimiz esa korishnikni tanlashyapti. Lekin maslahat beraman, kelishlaring mumkin. Bardoviylari hozir juda ham trendda. Ayniqsa turklilari bilan. Bizni kuzatishda davom eting.